4-chi bob. U vaqt kelganda 7 ayol bir erni talışıp, biz öz nenimizni özümüz tepip yeymiz. Öz kiyimlerimizning hödsidan özümüz chiqimiz. Bizni emirlerge alg'ayla. Sharmandichilikimizni yo'qotqayla deydi. U vaqt kelganda Parvardigorning o'stirgan notisi go'zal va satanatlik bo'ladi. Bu zeminning meva-chevlari, İsrailiyadagi aman qolganlarning iftixori va shon sharifi bo'ladi. Siyonda qolganlar, ya'ni Yerusalimda aman qolganlar Xudoga beg'ishlanganlar deb nom oladi. Ular Parvardigor Yerusalimda aman qoldirishga tanlagan odamlardir. İgimiz so'roq va jazolash orqali Siyon ayollarining maynatchiligini yuyidi. Yerusalimning qon dog'larini mu tozalaydi. Orqadan Parvardigor Siyon teg'ida xalq yig'ilgan yerda kunduzi bulutni, kechisi yolqinjab turgan bir yo'riqlikni paydo qiladi. Uning shon sharifi butkul zaminga soyavan bo'ladi. U kunduzning issiqiga soya va ko'langa bo'ladi. Bo'ron chopqun va yomg'ir yeshinda panohgoh va dalda bo'ladi.